O'yla, izla, top. Ukam nima bo'pti endi? Bu chempionga suv o'tib ketgan polida. Qani suvni qaranglar. Mana. Voy. Hamma yog'i suv-ku buni. Xo'p, qayoqdan mashina urilmagan ekanmi? Nima urilmay, hech nima qilmagan. Xo'p, bizga ham oson emas. Endi buni aybini topishimiz kerak. Mashina urilmagan. Suv o'tib ketgan tagidan. Akalar bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan ham yaxshi. Agar 3-4 ta kalla bo'lsa, endi undan ham yaxshi. Obunachilarga bir qo'yib bersak. Balki endi ustalar ham kuzatadi-ku. Bizning ishimizni sal osonlashtiradilar. Nimadan, qayoqdan o'tgan bo'lishi mumkin? To'g'ri, biz topib olamiz. Mabodo biz toppasdan turib kommentariyada bu narsa yozinglar qani. Sizlarniki ham to'g'ri chiqib qolar. Buni aniq video qilib qo'yamiz. Hamma yog'iga suv o'tib ketgan. Mana ichlari bevaydi için urilmagan mashina, tagidan suv o'tib ketgan. Yoki shu tomidan kelganmi, qayoqdandir kelganda bu suv, yoki o'sha lukni ochib yurgan bo'lsa, har xil taxminlar bor, lekin topamiz aniq. Topishimizda agar qiziq bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, biz buni video qilib обязательно ko'rsatamiz. Sizlar ham kommentariy sizga muntazir. Nimadir deb bizga yozib qoldiring. Taxminingiz bo'lsa albatta, xursand bo'laylik agar siz taxminingiz to'g'ri chiqsa.